Bilasiz, bir ko'paytirib olganingizcha do'stlar, mana bularni qarangda, juda qalin sog'liqlar ekan. Chorva shundayki do'stlar, doim olgan odam yutgan, sotgan odam emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Va sizlar uchun ikki partiya qo'y ko'rsatamiz ukamizdan. Birinchi partiyaga bularni yoshini assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Assalomu alaykum Asror aka. Va alaykum assalom. Bularni yosh aka ikki tishga chiqqan, hisob qo'ylar. Aha. Tish buzmagan, qo'zi tishda turganlari ham bu. Ikkinchi partiyaga Sog'liqlarimiz bor, bu 10 bosh. sog'liq qo'ylarimiz Ha. 10 dona. Yaxshi. Qani, bularni soni nechta? 31 taka, bitta qo'chqorini 32 ta. Qo'chqorni qo'shib qo'ydingiz. Ha, qo'chqori bor ichida akajon. Xo'p. Agar obunachilarimizga men hozir qo'chqorni ko'rdim, addu shu tavsiya qilib qolamanki, imkon bo'lsa, mana shu qo'chqorini o'zini olib qo'shib yuring. Chunki ham yosh ekan, qo'ylar ham yosh, urg'ochi qo'zilar ko'proq tushsa, qo'chqorni 2 yil bemalol xizmatingizni qiladi. Bitta oldindan sekin qayring, mana orqa taraflaridan ko'rsatamiz va qo'chqorni mana qarangizlar, qo'chqor o'ta qalin, qiriqligini e'tibor bering, o'ta qiriq, baquvvat, ancha kuchli qo'chqor. Bunday qo'chqorlar ko'p qo'yga ishlaydi. O'zida mana shunday qalin, yo'g'on narsa tushadi. Qo'chqorni ilib olingda, bir ko'rsatib o'tib ketamiz qo'chqorimizni. Hoppa, mana do'stlar, qo'chqorimizni mana yaqinroq boramiz. Mana bitta tishini ko'rsatib qo'ying qani. Mana ikki tishlagi qo'chqorimiz. O'ta qalin, qirg'iliga adelni tegmay ekan, juda yaxshi. Orqalari ham, dumalari ham o'ta keng holatda. Bunday qo'chqorlar zo'r qo'zi beradi. Ishlayaptimi ish qilib zakonni? Ishlayapti akajon. Barakasini bersa. Endi kechqurun kechasi ishlaydi-da bular, ha? Salqinda ishlaydi. Salqinda aka. Ana shunday. Xo'p, qani bularni bir ikkitasini qo'ylarni bir tishini ko'rsatamizda, keyin narxiga o'tib ketamiz. Qanchalik nima bossa meni dusoq deymiz, shunaqami? Dusoq, ha. Yaxshi. Do'stlar, o'tgan yilgi qo'zilar, mana 2025 da qo'zilari. Hali bular mana qaranglar. Qo'chqor chiqqandan keyin kunma-kun o'sha o'zgarib boshlabdi o'zi. Kunma-kun o'saveradi, o'zgaraveradi. Mana shunday. O'sha bo'ladi, o'sha turavering mana. Qani, hali qo'zi tishda ekan, tish yormagan do'stlar. Mana sifat. Qiriqlik, sifat ana shunday. Demak, biz mana shu narxlarni aytyapmizki, nima deydi? O'zlaringiz taqqoslab ko'rib olaverasizlar. Bularni qanchadan beramiz endi? Narxlarni ham chiroyli qilib bering qani. Aka, bular narxini bir joyda oladiganlarga 7 million 900 ming so'mga qo'yamiz aka. 7 million 900 ming so'mdan dastavkasi bor. Bor aka. Xayriga kichigina o'tib berasiz ozroq. Kelishamiz aka, o'tib beramiz. Kelishadigan xayri bor, joyi bor. Bor aka. Yaxshi. Do'stlar, narxlarni ham yengilgina qilib qo'ydik. Nasl beradigan, mana hozir qo'chqor ichida qo'shilgan bo'lsa, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, demak 2027 ni boshidan qo'zi beradigan qo'ylarimiz. Mana, xudo xolasa qarabsizki, 30 tasi 60 ta qo'y bo'lib turibdi, mana ikki tish holatida. Mana bo'ladi. Qo'yavering, o'ta chars, pishiq do'stlar. Endi qarangizlar. Bularni o'zi otasi zo'r bo'lgan, bu qo'chqorlardi. Urg'ochi to'q dusoqlarimizda. Endi yana ham yaxshi qo'chqorga qo'shilyapti, ha? Ana endi qarabsizki, bulardan undan-da kuchli, undan-da yaxshi daslar nasl tug'iladi. Ana shuni tavsiya qilib qolamiz. Qo'chqori bilan qo'shib, qo'chqorni nechta pulga berasiz? Aka, qo'chqordimi? Aka, qo'chqorni o'zini adelni oladiganlarga 18 million so'mdan qo'ydik aka bahosini. Adelni? Qo'shib olsa-chi? Qo'shib olsa o'tib beramiz aka. Ancha-muncha o'tib berasizmi, kelishtirib? Ancha-muncha kelishamiz, ha aka. Bir joyda oladigan bo'lsa, kelishtirib beramiz aka, narxini. Bo'ldi do'stlar, aloqaga chiqasizlar, biz ikkinchi partiyani ko'rsatamiz. Sog'liq qo'ylarimiz do'stlar, 10 boshgina ekan, lekin zo'r sog'liq ekan do'stlar. Bir kishi shuni olib qo'yadigan bo'lsa, juda chiroyli natijalarni ko'rsatib beradi. Xudo xolasa 1 yilda bittadan tuqqanda ham 20 bosh do'stlar, qo'y juda tez ko'payadi. Yana 1 yil sabr qiladigan bo'lsangiz, juda plyusga chiqib olasiz. Bir ko'paytirib olganingizcha do'stlar, mana bularni qarangda, juda qalin sog'liqlar ekan. Bo'yi ham, sifati ham, holati ham. Qani, bularning yoshini haqida ma'lumotini bering qani.
Aka bunun ichida 2 tishlari ham bor aka. 4 tish, 6 tish qo'ylar aka. Yaxshi. 4 tish, 6 tish, 8 Xudo xolasa ichida bo'g'ozi ham bor aka. Qo'chqordan chiqqanmi, chiqmaganmi? Chiqqanlari bor aka ichida. Yana qo'chqor qo'shadi. Aha. Ichida Qaysi bir bo'g'ozi ikki ham. tish bulardi ichida. 2 tishi. Ana orqadagimi? Hozir aka. Mana bu o'ta qalin, zo'r sog'liq ekan, ha. Aha, va bu ham dahshat ekan-ku. Va, gap yo'q, 2 tish ekan, do'stlar, juda yaxshi. Bular nima deydi, panjiga yetganda muncha qo'y bo'lmaydi-da. Aka mana yo'g'on ham Mana 2 shu ham, tish. Ha. Aha. Bu ham Yaxshi. 2 tish aka. Xo'p, Yonidagi 4 tish qo'y aka. Zo'r, qo'ylaringiz menga ma'qul, juda yaxshi. Xo'p, bularni bir joyda necha puldan berasiz endi? Aka buni bir joyda aka 8,5 million so'mdan qo'ydim bahosini aka. 8,5 dan. 8,5 dan. Ana. Agar mabodo boyagi to'qlilar bilan bir joyda ketadigan bo'lsa, yana ham o'tib va xayrni qilib chiroyli qilib berasiz. Qilib beramiz aka. Juda yaxshi. Gap yo'q. Akalar, sog'liqlar ozgina, juda yaxshi bo'ldi. O'tib berishadi, dastavka qilib berishadi. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qo'ylar menga ma'qul. Boyagi qo'ylarni ichida yurgan qo'chqor bularda ham yurgan aka. Ha, ikkalasi bir joyda yuribdi. Ha, bir joyda yurgan aka. Faqat отдельно qilib nima qilib Video bo'lyapti. Ha. Juda ma'qul do'stlar, bunda ham ma'qul. Mana bulardan misol uchun yosh kattaroq qo'yga yosh qo'chqor tushyapti, unaqasi ham ma'qul. Muhimi ikki taraf ham sifatli narsa, qo'chqor taraf ham, qo'y taraf ham. Ko'ryapsizlarki, qizg'anmasdan yigitlarimiz yaxshi qo'chqorni qo'shib qo'yapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Bir joyda olib, yana barakasini qilaverasizlar. Ketdik. Bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.